Assalomu alaykum qadrli kanalimiz obunachilari. Bugun 2025-yil 17-oktyabr sanasi Moskva vaqti bilan soat 9:26 ni ko'rsatmoqda. Shu ko'rib turgan kurslaringiz, ya'ni $100 kursimiz 8050 rublni tashkil etmoqda. Bu Rossiya Sentralniy bankidagi dollarni rublga nisbatan kursi hisoblanadi. Adashtirib olmanglar, bu Rossiyadan O'zbekistonga dollar jo'natish kurslari emas. Biz xoslarga mana shu ekranda ko'rintirib Milliy Pay ilovasi orqali Rossiyadan turib O'zbekistondagi istalgan Humo, Uzcard yoki Visa kartalariga eng zo'r kurs bilan o'tkazma qilishingiz mumkin. Bundan tashqari, ushbu ilova orqali barcha turdagi kommunal to'lovlar, mobil operatorlar, internet provayderlari hamda davlat xizmatlari uchun to'lovlarni tez va oson amalga oshirishingiz mumkin. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun ilova video qo'llanmalar bilan ta'minlangan. Operatorlarimiz esa kun-u-tun sizni eshitishga tayyor. Ilovani App Store yoki Play Marketdan hoziroq yuklab oling. Milliy Pay, milliy kurs, milliy ishonch. 10 ta programma bo'yicha Rossiyadan O'zbekistonga dollar jo'natish kurslarini, undan keyin esa mana shu ekranda ko'rintirgan 13 ta programma bo'yicha Rossiyadan O'zbekistonga rubl jo'natish kurslari haqida sizlarga batafsil ma'lumotlar berib o'tamiz. Qadrli kanalimiz obunachilari, Rossiyadan O'zbekistonga dollar va rubl jo'natish kurslarini ko'rsatishdan avval esa biz birinchi bo'lib O'zbekistondagi barcha valyutalar kurslarini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Dollar kursidan boshlaymiz. O'zbekistonda $100 kursimiz 1,218,016 so'm tashkil etmoqda. Endi esa yevro kursini aytib o'tamiz. 100 yevro kursimiz esa O'zbek so'miga 1,427,683 so'm tashkil etmoqda. Endi esa Rossiya rubl kursini aytib o'tamiz. Rossiya 1000 rubl kursimiz esa O'zbek so'miga 151,170 so'm tashkil etmoqda. Endi esa qozoq tangasini aytib o'tamiz. 1000 qozoq tangasi esa O'zbek so'miga 22,672 so'm tashkil etmoqda. Endi esa qirg'iz so'mini aytib o'tamiz. 1000 qirg'iz so'mimiz esa O'zbek so'miga 139,281 so'm tashkil etmoqda. Endi esa qadrli kanalimiz obunachilari, Rossiyadan O'zbekistonga dollar hamda rubl jo'natish kurslarini ko'rsatib o'tamiz. Agarda ushbu videolarimiz sizlarga foydali va manfaatli bo'layotgan bo'lsa va har kuni shunaqa Rossiyadan O'zbekistonga dollar va rubl jo'natish kurslarini videorolik qilib chiqarishimizni xohlasanglar, sizlardan iltimos qilgan bo'lardik. Mana shu videoroligimizga bittadan like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lmasdan ko'rayotgan bo'lsangiz, mana bu yerda qora yozuvchida pastcha tugmasi turibdi. Shuni ustiga bir marta bosib, qo'ng'iroqchani bosib, mana bu yerda kommentariyalarda o'z iliq fikrlaringizni yozib qoldirsanglar juda ham xursand bo'lgan bo'lardik. Sizlarda har bitta bosayotgan like tugmachalaringiz bizni har kuni shunaqa videorolik qilishimizga motivatsiya bo'ladi. Oxirgi kunlarda like bosishlar ham kamayib ketyapti. Shuning uchun biz ham videolar sonini kamayib ketyapti. Shuning uchun bizni ham qo'llab-quvvatlasanglar juda ham xursand bo'lgan bo'lardik. Ko'p gapirib sizlarning qimmatli vaqtlaringizni olmaslik maqsadida Rossiyadan O'zbekistonga dollar jo'natish kurslarini ko'rsatishni boshladik. Zolotoy koronadan ko'rsatishni boshlaymiz. Zolotoy korona programmasi $100 kursimiz 8328 rublni tashkil etmoqda. Akapayda migrant promokodi bilan $100 kursimiz 8386 rublni tashkil etmoqda. Mirpurligida o'zbek promokodi bilan $100 kursimiz 8180 rublni tashkil etmoqda. Sberbankda $100 kursimiz 8297 rublni tashkil etmoqda. Endi esa United Mobile programmasini ko'rsatib o'tamiz. United Mobile'da 7975 rublimiz O'zbekiston barcha viza kartalariga $100 bo'lishmoqda. Endi esa Yubor programmasini ko'rsatib o'tamiz. Yubor programmasi $100 kursimiz 8195 rublni tashkil etmoqda. Endi esa Milliy Pay programmasini ko'rsatib o'tamiz. Milliy Pay programmasida 7975 rublimiz O'zbekiston barcha viza kartalariga $100 bo'lishmoqda. Endi esa Tezpay programmasini ko'rsatib o'tamiz. Tezpay programmasida ham 7975 rublimiz O'zbekiston barcha viza kartalariga $100 bo'lishmoqda. Endi esa Paygram programmasini ko'rsatib o'tamiz. Paygramda ham 7975 rublimiz O'zbekiston barcha viza kartalariga $100 bo'lishmoqda. Endi esa Quick Pay programmasini ko'rsatib o'tamiz. Quick Pay programmasida foydali promokodi bilan $100 kursimiz 8253 rublni tashkil etmoqda. Bundan ko'rinadiki, 2025-yil 17-oktyabr Moskva vaqti bilan soat erta bilan 9:31 holatiga ko'ra Rossiyadan O'zbekistonga eng arzon dollar jo'natish kursi programmasi bu Milliy Pay programmasi bo'lmoqda. Ya'ni 7975 rublimiz O'zbekiston barcha viza kartalariga $100 bo'lishmoqda. Ko'rishlar mumkin. Undan keyingi o'rinlarda esa biz Mirpurligi programmasini tavsiya qilamiz. Ya'ni $100 kursimiz o'zbek promokodi bilan 8180 rublni tashkil etmoqda. Shu programmadan pul jo'natsangiz O'zbekistondagi Hamkorbank, Trust Bank, Ipoteka Bank,
Sanoat qurilish bank, mikrokredit bank, xalq banki va garant banklaridan shu pul jo'natmasini bemalol olsanglar bo'ladi. Mana qadrli kanalimiz obunachilari, Rossiyadan O'zbekistonga dollar hamda O'zbekistondagi barcha valyutalar kurslari haqida sizlarga batafsil ma'lumotlar berib o'tdik. Endi esa mana shu ekranda ko'rinib turgan 13 ta programma bo'yicha Rossiyadan O'zbekistonga rubl jo'natish kurslarini ko'rsatib o'tamiz. Har bitta programmani kamsita qilib yuribunisiga qo'shib bir yo'l hisoblab aytib o'tib ketamiz. Salom Pay programmasidan boshlaymiz. Salom Pay programmasida 50 rubl kamsita qolinadi, ya'ni 1050 rublimiz O'zbekiston barcha plastik kartalarga 148.020 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Milliy Pay programmasi bo'ladi. Milliy Pay programmasida 10 rubl kamsita qolinadi, ya'ni 1010 rublimiz O'zbekiston barcha plastik kartalariga 144.000 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Merpurlagi programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl kamsita qolinadi, ya'ni 1050 rublimiz O'zbekiston barcha plastik kartalariga 146.500 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Unired Mobile programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl kamsita qolinadi, ya'ni 1050 rublimiz O'zbekiston barcha plastik kartalariga 144.000 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Avosend programmasi bo'ladi. Avosend programmasida 50 rubl kamsita qolinadi, ya'ni 1050 rublimiz O'zbekiston barcha plastik kartalariga 144.501 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Quick Pay programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl kamsita qolinadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi va O'zbekiston barcha plastik kartalariga 149.682 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Paygram programmasi bo'ladi. Shu programmada 97 rubl kamsita qolinadi, ya'ni 1097 rublimiz O'zbekiston barcha plastik kartalariga 149.000 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Tezpay programmasi bo'ladi. Tezpay programmasida ko'rishingiz mumkin 64 rubl kamsita qolinadi, ya'ni 1064 rublimiz O'zbekiston barcha plastik kartalariga 144.000 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Tinkoff programmasi bo'ladi. Tinkoff programmasida hech qanaqa kamsita qolinmaydi va 1000 rublni o'zi O'zbekiston barcha plastik kartalariga 142.572 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Zolotoy Korona programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl kamsita qolinadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi va O'zbekiston barcha plastik kartalariga 147.481 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Yubor programmasi bo'ladi. Yubor programmasida 50 rubl kamsita qolinadi, ya'ni 1050 rublimiz O'zbekiston barcha plastik kartalariga 146.500 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Tezda programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl kamsita qolinadi, ya'ni 1050 rublimiz O'zbekiston barcha plastik kartalariga 149.979 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Sberbank programmasi bo'ladi. Sberbankdan Hamkorbank plastik kartasi 1000 rublimiz 145.500 so'm bo'lishmoqda. Sberbankdan Milliy bank plastik kartasi 1000 rublimiz 144.000 so'm bo'lishmoqda. Sberbankdan Agrobank plastik kartasi 1000 rublimiz 144.000 so'm bo'lishmoqda. Sberbankdan Xalq bank plastik kartasi 1000 rublimiz 144.000 so'm bo'lib tushmoqda. Qadrli kanalimiz obunachilari, bundan ko'rinadiki 2025-yil 17-oktyabr Moskva vaqti bilan soat erta bilan 9:35 holatiga ko'ra Rossiyadan O'zbekistonga eng baland rubl jo'natish kursi programmasi bu Sberbank programmasi bo'lmoqda. Ya'ni Sberbankdan O'zbekistondagi Hamkorbank plastik kartasiga 1000 rublimiz hech qanaqa komissiyalarsiz 145.500 so'm bo'lib ketyapti. Undan keyingi o'rinlarda esa Milliy Pay programmasini tavsiya qilamiz. Ya'ni shu programmada 10 rubl kamsita qolinadi, ya'ni kartangizdan 1010 rubl yechib oladi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 144.000 so'm bo'lishmoqda. Mana qadrli kanalimiz obunachilari, Rossiyadan O'zbekistonga dollar hamda rubl hamda O'zbekistondagi barcha valyutalar kurslari haqida sizlarga batafsil ma'lumotlar berib o'tdik. Agarda shu videolarimiz sizlarga foydali va manfaatli bo'lgan bo'lsa, bittadan like tugmachasini bosib, kanalimizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umidamiz. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Xayr, sog' salomat bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling. Biz bilan o'tkazgan vaqtingizga rozi bo'lasiz.